Assalomu alaykum. Bugungi obzorimizda Chang'an T3 Fermer. Xo'p, Chang'an Fermer avtomobilimiz ikkitasi birda, ya'ni odam tashishga va yuk tashishga mo'ljallangan avtomobillarimiz. Bu avtomobilimizda haydovchilarga ham ancha qulayliklari bor. Ya'ni konditsioneri borligi, ABS tormozuv sistemasini va rullarini juda ham yengilligida. Xo'p, avtomobilimizning motor qismi o'tgan videoda ham aytib o'tganmiz, ya'ni 1.3 lik Mitsubishi motorni olib, o'zida Sokin brendi asosida ishlab chiqaradi. Bu avtomobilimiz 4 silindrli avtomobil bo'lib, ancha tejamkor, ya'ni benzinda ham benzin sarfi 7-8 litr benzin sarflaydi 100 kilometrga va qo'shimchasiga gaz bilan ham jihozlangan. Avtomobilimiz bort qismini uzunligi 2 metr 20 sm, eniga esa 1 metr 60 sm, yuk ko'tarishi 1 tonna 700 kilogramgacha bo'lgan yuklarni ko'tara oladi va bort turlari tentli, promtovarniy budka va xolodilnik ham yasatirsa bo'ladi. Bu videoni shunaqa Chang'an Fermer mashinasini qidirib yurgan tanishlarga yuborib qo'yamiz.